Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi mashinamizni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobili, avtomat korobka. Xo'p, motor holatlari, pokoleniya metan gazlari bor. Xo'p, o'zining rodnoy diskasi, rodnoy balonda turibdi. Avtomat korobka keladi. Shunday diska keladi, bilasizlar. Full pozitsiya, eng oxirdagi bokovoylar knopkada. Mana. Tinglanib beklanadi. Salon qismına keladigan bo'lsak, liniyaning polik chexollari bor, 84 ming probeg yurganlari. Albatta lyuklari bor. Onu görseniz de bo'ladi. Hamma yeri full ishlab turibdi. Salon qismi. Kraskalarni, hammalarına javob bemalol ustingizga kelib tekshirtirib keyin savdolashaverasizlar. Mashinada umuman zang, umuman ner yo'q. Radnoy hamyeri. Arkalarına ama ko'rsataman. Arka holatlari zapasga tushmagan hali. ...22-yil Radnoy kraska. Avtomat korobka bo'ladi. Eng oxirgi pozitsiyasi full varianti. Buni bahosini keladigan bo'lsak, 132 million so'm aytilib turibdi. Albatta bu baho sotilmaydi. Bemalol gelib görüp, haydab görüp keyin üstünde pulni kelishaverasizlar. Nomerlarni aytib o'taman. 77lik 179 9000. Mashinamiz avtokredit ham chiqadi. Ikkilamchi avtokreditlarni chiqadi. Naqd pul bo'lsa, albatta ustunda kelishtirib gaplashaverasizlar. Bemalol telefon nomerlari telefon uraveringlar. Gelib görüp üstünde gaplashaverasizlar. Toza mashin. Rahmat hammaga.